Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlarga dahshat ishoninglar bor, juda ham ajoyib bo'lgan gilomimizni avvalning shaklida esa sizlarga juda ham arzon narxda obzor qilib ko'rsataman bugun. Bunaqasi ishoninglar har doim ham bo'lavermaydi. Razmerlarini, narxlarini, manzillarimizni hammasini aytib o'taman. Ilon haqida to'liq ma'lumotni olganlaringdan so'ng bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Buni turishini qaranglar. Juda ham trend bo'lgan avvalgi gilomlarimizdan bittasi bu. Ranglari ham juda ham ajoyib. Ko'rishlaring mumkin. Seri mebel aboylarga bemalol ranglari mos tushaveradi. Razmerlari 3x4. Boshqa razmerlari ham bor. Ularni ham albatta ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaring mumkin. Buni razmeri 3x4. Narxi videoda oxirida. Videoda boshidan bitta dahshat like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa narxini eshitganlaringdan keyin obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bu razmeri 3x4, narxini videoda oxirida aytaman. Bizda bunaqa avvalgi gilomlardan juda ham seroq ko'rishlaring mumkin. Skladimizda 5x5, 5x5,5, 4x8, 4x7 razmerlari. Tashqarida ko'rgan avvalgilaringni mana bitta 4x4 razmeri turibdi. 4x5 razmerlari turibdi. 4x5 razmerlarda mana pachkalarda turibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Batta 3x4dan 2 dona bor ekan. 4x4, 4x5lardan umuman muammo yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Boshqacha rasvetkalari ham bor. Ularni ham albatta ko'rsatib o'taman. Endi gilomga qaytadigan bo'lsak, turishini qaranglar buni yerda. Vobshe olibda-yu. Uylaringda qanday turishini tasavvur qilib ko'ringlar. Popilari bilan aynalachasiga sifatlarini bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Aytganimdek buni 4x4, 4x5, 3.5x5 razmerlari juda ham oz qolgan. Ulgurib qo'yinglar. Ramazon oyigacha bu aksiyamiz amal qiladi. Endi narxini eshitishga tayyor turinglar. Bu gilomimizni 3x4ni atiga 1.999.000 so'mga xarid qilasizlar. Boshqa razmerlar haqida ma'lumotni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bilib olishlaring mumkin. Ishonaveringlar, 5-10 kundan keyin bunaqa narxlar umuman qaytib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shoshilinglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Kichik Halqa yo'li, Bahor ko'chasi 18-uy. Orientir qiladigan bo'lsak, Odessa kafesi hamda hammabop joyxonalari yonida. Qumtepadagi do'konimiz Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozori, gilam qatorida faqat bitta gilam qatori bor, o'shda 437-do'kon. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Shunaqa ajoyib obzorlar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa qalinlikda, bunaqa gilomda 1.999.000 so'mga xarid qilsa bo'ladimi? Kommentda, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar.